Avir avtosavdoda sizlar uchun legendarniy Nexia 2 mashinasi kelib qoldi. Akalar ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yil 2014-yil 234 ming kilometr masofani bosayotgan 1.6 super base konteynerli variant. Akalar mashina holati zo'r holatda turibdi. Tepasi qimmatliklar qo'yilgan, 4 ta yaxshi archa bo'lolagacha xo'p bo'shda salondan ko'rsam shumkalar qilingan, tonirovka ruxsatnomasi yo'q ekan, ovozani zo'r holatda keladi. Salon shina qilingan. Xo'p, 234 ming probeg, mashinaga yaxshi ko'rli solingan. Ko'ri pollagacha so'q qo'yishibdi. Xo'p, temir gaz blogi ustanovka qilingan. Motor korobka ходовой qismidan hech qanaqa muammosi yo'q. Akalar, bitta fishka tomoni popkorngacha programma voy. Ular mashinani olib mazza qilib minaslar, kuzlardan qilgan shilingan joylar yo'q. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, bitta shopir eshigi bilan, xo'p, mashqirlosda bir qanchadan kattaroq petnosi bor ekan. Qolgan joylar top-toza o'zingiz uchun tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Ukamiz bilan narxini to'shib bo'ladigan narxida sizlar xohlagan dokument bo'ladi, akalar. $5200 bu holada bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.